Qora dam insonni hayratga va qo'rquvga soluvchi ochilmas sir. U haqida ma'lumotlar juda kam. Qora damni ko'rgan guvohlar uning bo'yi 3 metr, qalanjulli, gavdali deb izohlashadi. Hozirgi kunda qora damni tiriklayin tutishga hech kim erishmagan. Qora damni o'rgangan olimlar uning o'rtacha yoshi 250-300 yil deb hisoblashadi. Boshqa olimlar qora dam har xil xalqlarning afsonalari deb taxmin qilishadi. Qora dam tarixiy yozmalarda ham keltiriladi. Uni qadimiy Xitoyda sochlari o'sib ketgan katta Fanfey, qadimgi Gretsiyada Satir, qadimgi Vavilonda Def qomat Enkidu deb atalgan. Qora damni Amerikada Bigfoot va Yeti deb atalsa, Kanadada Sasquatch, Yaponiyada Hibagon, Kavkaz xalqlari Almas deb nomlashadi. Qora dam keng jamoatchilikka 1950-yillarda o'ziga jalb qildi. Xuddi o'sha yili ko'plab mamlakat alpinistlari dunyoning baland cho'qqalarini o'zlashtirishni boshlashdi va birin-ketin noma'lum maxluq haqida mish-mishlar tarqala ketdi. 1954-yilda Gimolay tog'lariga bo'lib o'tgan birinchi maxsus ekspeditsiya qora dam izlariga duch keldi va birinchi marotaba qora dam oyoq izlari keng jamoatchilikka ko'rsatildi. 18-asr o'rtalarida Abxaziya ovchilari o'rmondan noma'lum ayolni o'z qishlog'iga tutib kelishadi. Bu ayol hammayog'i junli, gapirishni bilmaydigan, faqat hayvonga o'xshab uvillardi. Unga Zana deb ism qo'yishadi. Zana odamlarga qiyin o'rgandi. Qo'ldan qo'lga bir necha bor sotildi. Tarixiy yozmalarda Zana odamlardan homilador bo'lgani, o'zidan 2 farzand qoldirilgani keltiriladi. 1960-yili Viskonsin tog'larida ovchi Hansen otib o'ldirgan qora damni ko'rgazmaga qo'yadi. Keyinchalik uning ko'rgazmasi FBR tomonidan olib qo'yiladi. Hansen otib o'ldirgan hayvon haqida hozirgi kunda ma'lumotlar juda kam. 1962-yilning sovuq qishida Everest bag'ridagi Teng Bech monastiriga sovuqdan qotgan qora dam boshpana va oziqa izlab kelib qoladi. Odamlar uni isitib ovqat berishadi va u umrining oxirigacha shu monastirda qolib ketadi. Bu voqea haqiqatdan bo'lib o'tganligi isboti tariqasida hozirgi kunda qora dam bosh skalpi va qo'l suyaklari ko'rgazmaga qo'yilgan. 20-oktyabr 1967-yili amerikalik Rojer Patterson va Bob Gimler qora damni suratga olishga muvaffaq bo'lishadi. Unda tasvirlangan noma'lum jonzot katta qadamlar bilan uzoqlashadi va bir lahzaga nigohini odamlarga qaratadi. So'ngra daraxtlar ortida yashirinadi. Hozirgi kunda bu video surat haqiqatligi ko'plab bahslarga sabab bo'ladi. Amerikaning Arizona shtatida kim qora damni murdasini topsa 100 ming AQSh dollari, kimki uning tiriklayin ushlasa unga 1 million AQSh dollari mukofot e'lon qilingan.